Birinchi savol bu Amir Temur bilan bog'liq bo'ladi. O'sha buyuk davlat tuzganini bilamiz. Temur tuzuklar deb yozib ketgan nima mashhur kitob bo'lganini bilamiz. Bayroq qanaqa rangda bo'lgan? Ko'k rangda, o'rtasida 3 ta oq dumaloq. 3 xil turdagi bayroq bo'lgan. Savol: Amir Temur qaysi shiorga amal qilgan va qaysi shiorni o'sha xalqqa kiritgan, faqat uni o'zining davridagi so'z bilan aytasizlar. Neydi? Marhamat. Rost Rustam. Rost Rustam. Vazir savol berdi bizga. Elektr o'tib kelmaydi. Hamma kuchada yo'q deb o'sha davridagi so'zni aytasizlar. Bitta bola tortib rost Rustam. Tabriklaymiz. Mana savolni sizga professor bu xudosi. Sağ olsun. O'zingizga yozgan shu. İkinci savol o'sha komissiya bilan bog'liq bo'ladi. Bu ham uncha murakkab emas. Ozgina fikrlasang ham topib qo'yasizlar. Dunyodagi eng kichik va eng o'zgarmas konstitutsiya qaysi davlat konstitutsiyasi? Dunyodagi eng kichik va eng o'zgarmas konstitutsiya. Vatikan. O'ylaylar. Bu yerda ulug'ni ko'proq o'zgarmas tomonga istalgan bo'ladi. Rim. Italiya. Bu zamonaviy davlat. AQShmi? Marka kim aytdi? To'g'ri. Demak, AQSh konstitutsiyasi eng kichik va o'zgarmas konstitutsiya hisoblanadi. Men qo'rqib ketdim, telefondan o'tirgan hisobni o'zim ko'rmasam. Tabriklaymiz, omadli bo'lsin, muvaffaqiyatlar ko'p bo'lsin, sog' bo'ling. O'sha 7 ta moddadan iborat. Birinchi 1787-yil xalq qilgan konstitutsiya 7 ta moddadan iborat, 20 ta bo'limchalari bor. O'zgarmasligi shuki, uni shtatlarini o'zgartirgan. Shunlarning shtatlar ko'p-ku. Shtatlarda har xil konstitutsiyalari bor. Lekin mana birinchi qabul qilingan bu 1787-yil konstitutsiya hali o'sha hol bo'yicha o'zgarmaydi. Bir bet, Garri kinolardan ko'p ko'rasiz agar ko'rsangiz, bir varaq narsa u. Umuman o'zgarmagan holatda saqlanib turibdi. Masalan, bitta shtatda o'lim jazosi bor, bitta shtatda o'lim jazosi yo'q. Ba'zi shtatlarda jamoat joylarida sigaret chekishga e'tirozlar, ba'zida juda katta jarima qo'llanadi va hokazo o'zgarishlar borda. Demak, mana shunaqa konstitutsiya haqida qisqacha ma'lumotlar shu. O'ylayman, bunaqa tadbirlar sizlarga foyda beradi. Hech bo'lmaganda tinglashni va gapirishni o'rganasizlar. Qolaversa, keyingi hayotlaringiz uchun ham ozgina sizlarga madad bo'ladi. Juda ham yaxshi rahbariyat bor. Mana ustoz necha yildan beri juda yaxshi boshqarib